qaytaryapman. Sizga aytyapman. O'zbekiston bo'ldi, bu yo'qlar bilan o'sha gaplashish yo'q aka. Ba'zi fuqaroning haqqi. Siz hozir og'zingiz bilan aytyapsiz va topshiriq bajaraman deyapsiz. Qonunchilikda aynan sizda yozma topshiriq borib, birovning mulkini mana shunda saqlab turishda yozma topshiriq yo'q. Hozir aynan fuqaroni mulkini olib chiqib ketishda siz aytdingizki, hozir to'palagan qilsa, men unga protokollashtiraman deb keldim, topshiriq olib dedi. To'g'rimi? O'zining mulkini qilib olish degan komanda bo'ldi menga. O'zining mulkini olish uchun nima qilish kerak fuqaro? Men rahbarlarga chiqsin. Yo'q, bu rahbariyat mulki bas-ku. 4 ta sektor rahbari bor. Rahbariyat mulki bas-ku. Rushdagi. Bu rahbarning mulki bas, bu fuqaroning mulki. Siz aynan funksional vazifangiz bizni xavfsizligimizni himoya qilish va bizning mulkimizni birov o'g'irlab ketmasligini oldini olish uchun siz ishlaysiz. Yo'qsiz mulkingiz. Bu birovning mulkini majburiy ushlab turibdi. Rayonda nechta fermer bo'lsa, o'sha hamma fermerlarning kambayini hammasi chetda. Aynan qaysi qonunchilikka asosan? Men bilmayman uni. Uni men bilmayman, qishloq xo'jaligi biladi uni. Huquqni himoya qiluvchi organsiz. Sizga aytyapman. Mulkim bas, qonunda yo'q narsa. Siz qonunga bo'ysunasizmi yo rahbarning og'zaki topshirig'iga ham? Og'zaki topshirig'iga ham, qonunga ham. Qonunda ustuni qaysi biri? Aka, ustuni qaysi biri? Qonunni aka, qonuniy talabni qilyapti. To'xtab turinglar. Bitta narsa, hozir siz mana bu yerda Zubaynada yuribsizlar, kiyim bilan yuribsizlar. Bormayapsizlar. Bizga tagib emas, sizdan biz yordam so'rab 102 qilib fuqaro mulkimni olib oldi deb kelib chiqyapti. 102 nima?